Assalomu alaykum Avlod Media YouTube kanali obunachilari. Bugungi videoyimizda bu yil kirish imtihonlarida maksimal ball necha bo'ladi degan savolga javob topamiz. Ayniqsa testga tayyorlanayotgan har bir abituriyent bu videoni oxirigacha ko'rishi shart. Avvalo bilib qo'ying, 2026-yilgi kirish imtihonlarida maksimal 189 ball olish mumkin. Bu ballar quyidagi ikki qismdan iborat. Birinchi qism majburiy fanlar, 3 ta fan, jami 33 ball. Ona tili 10 ta savol, matematika 10 ta savol, O'zbekiston tarixi 10 ta savoldan iborat. Har bir savol sizga 1.1 ball beradi. 30 ta savoldan esa siz 33 ball to'plashingiz mumkin. Ikkinchi qism asosiy yo'nalish fanlari, 2 ta fan, jami 156 ball beradi sizga. Birinchi fan 30 ta savol, ikkinchi fan ham 30 ta savoldan iborat. Yo'nalish fanlari bo'yicha umumiy 60 ta savol uchun 156 ball to'plashingiz mumkin. Yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, majburiy fanlar 33 ball, yo'nalish fanlari esa 156 ball beradi sizga. Jami maksimal ball esa 189 ballni tashkil etadi. Nega buni bilish muhim? Bu ballar sizning oliygohga kirishingizni belgilaydi. Ayniqsa yo'nalish fanlari katta ball berayotganligi sababli bu fanlarga jiddiy tayyorgarlik ko'rish zarur. Shunchaki darslarga qatnashish yetmaydi. Ballni bilish, strategik tayyorgarlik qilish kerak. Ayniqsa kuchli fanlaringizni aniq belgilab oling va shu yo'nalishga to'liq e'tiboringizni qarating. Agar sizga bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham ulashing. Yoki sizni o'ylantirayotgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bizning mutaxassislar sizga albatta javob yozadi. Avlod Media, abituriyentlar uchun haqiqiy yordam markazi.